Bo'lishi mumkin. Ularni qutuldirayli. O tezli ulg'uydi. Amal qilib o'shir olayli. Rajim qani? Önünüzden ketdi. Shamol chiqsa, o'tni o'chirish tez kuchishudi. Birdan-bir usul, o'tni mudofialanish bo'shlig'i paydo qilish. O'tni mudofialanish bo'shlig'i qanday bo'ladi? Deb bera. Bir bo'shliq ichib, kesilgan daraxtlarni yiroqqa olib bersak, ot ulg'ayanmay uchib qoladi. Tushundim. Simba, Bimbo. Onu bo'lamiz. Fil bilan eyiqni chaqirib kelinglar. Ma'qul. Ey o'roq, Simba mangdi tez qo'g'laydi. Ular yayloq ketdi. Bular. Shamol chiqdi. O'tni mudofialanish boshlig'i ichishda qoldi. Shundoq. Shamol mushtarib qolib chiqyapti. To'g'ri dedim. Shamol yo'linish mushtarib qarab bo'ldi. Biz qanday qilamiz? Qanday qilamiz? Membek. Bular bizni ko'rib qolsa. O'mol topdingmi? O'ylab baqay. Daraxt parchaydan so'rab baqayli. O'chim bo'lgandan keyin chuqur amal topdi. Yaxshi gap bo'ldi. Sen daraxt parchayning yiniq bor. Men filning yiniq boray. Simez chapsam bo'l.
Düşedi, ben bagay. Ma'qul. Timsoh sizni saqlayapti. Şunla. Takas bulungla. Daraxt podshoyi, chatoq bo'ldi, o'rmonga o't ketdi. Çapsan ulağıda, tağ tüyüdeki sazlıqtın ottun müdafieliniş boşluğu azsın. Biroq siz bilasiz, unda qisaqchiq daraxt kesilib ketadi. Otni öçürüş üçün şunda qımay bulmaydı. Çapsanma, ben bu ormanlık qoğda. Bu yoqqa ketmanglar. Şapsan bolsun mesle süge. Mene de qil, bu ne? Simba! Simba! Simba, tog' tubidagi sozliqdan o'tdan mudofialanish boshlig'i achayli chaqsam bo'layli. Bu yer bek shiroq. Hozir u yerda g'arbiy shimol shamoli chiqyapti. Bu kimning plani? Daraxt podshoyining. Daraxt podshoyining plani bo'lsa, cho'qim asosi bor. Uning deganda qilayli. Tez bo'layli, shamol kuchayyapti. Chapsan sazliqqa borayli. Ot sazlıktan kirmeymadı da. Yine sazlık kademse kulak sınırlar dostlar. Biz kuşumuzu xaratmay ağır çıdaylı. Toktala! Ot sazlık kirmeymadı da. Şuanı öğretmala. Silahtaki sazlıktan otlu buna bir yanlış boşluk açsın. Çapsan sazlık böyle. Siz bununla. Ey yo'qdan bizdirab ketyapti bu. O't u yerni tutashgan o'xshaydi. Men diraq chiqib qarab baqay. Ma'qul. Pek ansirayapman. Nima ko'rding? Hammani ko'rdim. Ammo nima tushdi? Voycan. O't qaysi tarafga o'qiyapti? Ko'l tarafdan tog' tarafga. Daraxt podshoyimi shundoq degan. Tak qo'rqinchli ish bo'ldi, u yer daraxt edi. Biz sozliqdan o'tni mudofialanish boshlig'i ichib bo'lguncha o't toqib tutishib bo'lg'uday. Bu yerga mut tutishammi? Ha? Darhol toqqa chiqayli. Ma'qul. Bilan, bu qarab tursa, yayla qibaqing bos tezman. Kaderlik, sıkıcıla! Böyle. O'tni chapsan o'chirib olayli. To'g'ri. Men do'stlarimni chaqiray, hozirlikdaman. Men toqqa chiqib qarab boqay. Hocam, bu ne diyorsun? Söyle. Doğru, vurmak sen bile kötü hadi. Çabuk. O't biz tarafda ulg'ayyapti. Yupurmoq bosib o't taraf kuchyapti. To'g'ri. O't bilan taqobil turish kerak. Sizlar ketmay quruq cho'kib kelinglar. Men yordamchimman.
Tekshirini chaqirib kelay. Chaqsa bo'lsa emas. O'tni qanday qilib chiqsan? Ma'qul. Qaranglar, hammanglar quruq cho'p yig'ib kelinglar. Cherchi, cho'pni yeydi o'ylangma. Simba! Ular ne ketgan Bimbo! Qandaq Bakira, ballarni ko'rdingmi? Yo'q. Amiya so'g'andikini şimdi ko'ngil bo'lmayapti. Endi qandaq qilarni? Racim geldi. Racim, ballarını görün mü? Ya! Ben! Racim, gözünü aç. Seni sevip koyuptu. Racim hoşuna gitti. Kimse ağlasın de. Ot bilan taqabul turib o'chiraman. Amal topdim. Biz birga o'chiraylik. Vallahi takdiriydi. Gel, kör baksın. Ma'qul. Ballarchu. Emiz sağ gel. Ko'pchilik diqqat qilinglar. Yiqinglar. Racim ballarni tağdı kendeydi, doğru mu? Doğru. Bu bek estadil hatalaşmaydı. Tağdan sablı quruq yaqaşma, u yerda xatarlik. Ular sağ bo'g'iydi. Endi Simba yaraysan. Shundaqmi? Tabriklaymiz. To'g'ri dedinglar. Sizlar bu o'tdan kuch chiqardinglar. Tabriklash kerak. Qaranglar. O plan kesatli biz kishi chiqadi. Ballarim. O'tni qanday o'chadinglar? Simbaning plani bilan o'chirdik. O'tga o't bilan taqobul turdik. Qolsizlar. Ajoyib yaxshi ish qildinglar. Shunda U bek aqlli. bek o'tdan ish qilsizlar, biroq chiroyinglar islashib ketib. Simba cho'q bo'lganda, dadisining o'rniga bessaydi. O kichik chog'dagi bir ish esimga kelib qoldi. Menam esimda bor. U cho'qim buyuk podsho bo'ladi. Simba, nima qanday bo'ladi? Do'stlar, qanday ahvolinglar? Hammanglar meshar ekansizlar-ku, ha? Simba
zodi nima ish bo'ldi? Simba o't o'chirish usulini topdi. Rasma, bu ajoyib usul kanamsa. Men Simba uchun bir necha yig'iz gap qilsam, bilamdi. Sanma? Men. Bo'ladi, gap qila. Ma'qul. To'g'ri. Ras. Uruq ishkimiz, biz qechib o'tib, yupirmoq bilan otni to'sqandik. Biroq, yupirmoq otni tartib bilan uchib ketdi. Shuning bilan Simba otni o't bilan o'chirish usulini o'ylab topdi. Mana bu shunchalik. Asli o'tni o't bilan o'chirish qoidasini chashqanlar bayqagan kanda. Rost shundoq Adinaru. O't ko'yayotganda havo issiqlikdan yuqoriga ko'tariladi-da, atrofdagi sovuq havo to'xtamay uning o'rnini to'liqlaydi. Bu issiq havo iqimining yuqoriga ko'tarilish hodisasi. To'g'ri. Yupirmoq shu issiq havoda yuqori ko'tarilib-ketdi. Endi tushundim men. Chipton. Issiq havo iqimining yopirmoqni uchirganligi Simbaning o'tni o't bilan o'chirish usulini tepishiga turtki bo'lgan. Shuning bilan o't o'chirilgan. Tasodifiy shundoq bo'lib qolgan. Tasodifiy ishlar behcha. Bu tasodifiy ish emas, aql farosat bilan qilingan ish. To'g'ri. Barliq ilmiy qoidalar tasodifiylikdan bayqalgan. To'g'ri. Adinaru! Başka hayvanlar! Gitmedi da! İnsanlar doim biz o'rtaq yashaydigan muhitga buzg'unchilik qiladi. Bu nima uchun? Ular tushuntirmasligi mumkin. Uchiga chiqqan ahmoqlik bu. Ular bu o't optini qandoq paydo qilgan? Cho'qim tamaki chekishni paydo qilgan. Ular tamaki qoldig'ini udul kagayaga tashlab, sansiz o't optini paydo qildi. Amsa ular yana nemishki tamaki chekidi? Tamaki chekish salomatlikka ziyonliq. Hey, Simiz, bundan keyin tabak chekmaylik. Ularni gapini anglaylik. Bu qora tutun havoga ko'tarilib atmosferadagi o'zin qavitiga buzg'unchilik qiladi. Uzun qaviti degan nima? Bu bir xil uzun gaz jismida shakllangan atmosfera qaviti bo'lib, yer yuzidan 20-30 kilometr keladi. Uzun qavitining qanday roli bor? U rostla bak muhimmi? Uzun qaviti bo'lmagan bo'lsa, quyoshning ultra binafsha nuri seni o'ltirib qo'ygan bo'ladi. Ultra binafsha nur hayvonlarni yeb ketamdi. To'g'ri dedi. Uzun qaviti bizga ziyonli ultra binafsha nurini yeb ketadi. Tushundingmi? Uzun qaviti rostla bak muhim kanamsa. Ammo insonlar buningga pisand qilmayotidi. Ular oshko'z. Ular ko'yishdan hosil bo'lgan o't bilan isning zo'r miqdorda karbon 4 oksidi chiqarib, havoni ig'ir bulg'aydiganligini unutib qolgan. Bu jinoyat.
bunda qilmishlar bilan kurash qilsak bo'ladi. Tabiat bizni qo'llaydi. O'rmondagi hayvonlar kuyib ketgan daraxtlarning o'rniga qaytadan ko'chat tikib, o'zlarining yashash muhitini qo'g'disin. İttifaqlashib, bu o'rmonga o'zimizni beg'ishlashimiz kerak. Qani shunday qilaylik. Yağmur yağdı, bu gece tikişki taşı bab keladi. Biz ko'chada gap beraylik. Men ballar bilan ko'chat tikay. O'lgur sirtlan. U nima qilayotgandi? Nega bodim? Ajab, keyin qolding-ku. Bu qarnasi nima? Kiyib ketgan toshqan. Toshqon qolibganda. To'g'ri, alilari. Mening pishiq go'sht yemaydiganligimni bilmabdi. Bo'ptimisan? Sen beni gördün mü? Uçağın köyüp öldü. Yaxşı oldu. Asıl çıkıp gitti. Özün bilirsin dedi ya. Hayvanlarning hammasi yo'qoldi. Şundaq mı? O'rmonga o't ketib, hayvonlar kuyib tugadi. Yolg'on. Ras, men yolg'on gapmidim. Biz yayloqqa boraylik. Shir bo'lmasa men podsho bo'laman. Tushundingmi? Bu yerda men maosh qoldirman. To'g'ri. Hayvanlar özlərinin tirishchanligi orqali o'rmonni yo'qolish xarakteridagi ofatdan saqlab qoldi. Ular muhitni bulg'aydigan qilmishlar bilan egilmay sunmay kurash qiladi. Yana qanday qiziqarli ishlar bo'ladi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.